Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Navoiy akalar. Mana soat tungi 1:42 bo'ldi. Surxondaryodan bitta Navoiy aka zakaz qilgan edi. Hozir mashina bo'lib qoldi. O'sha Isuzu katta Isuzuga chiqarib yuborishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Apparatni sinab, xudo xolasa chiqarib yuboramiz. Svet rangi boshqacha bo'ldi xolos, lekin bir xil tuzilishi, ishlash jarayonlari bir xil bo'ladi. Faqat bu sveti boshqacharoq bo'ldi. Mana shu svetdan beryapmiz mana. Apparatlarimiz bor. 3 taligimiz bor. Ana bu holatda bo'ladi 3 taligimiz. Ana bu holatda mana. Kimga noyasi degan apparat zarur bo'lsa, pastdan nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar Navoiy akalar. O'zbekiston bo'ylab eldiban beramiz. Kelishib qolsak mana dastavka qilib через kargodan chiqarib yuboramiz. O'sha Isuzu akalardan, taksi akalardan beraveramiz. Xudo xolasa yetib boradi. Klientga yetib borgandan keyin bitta video qilib tashlaymiz deymiz. Tashlab qo'yishadi, xudo xolasa.